Quruq yuzlarning yuz parvarishida birinchi navbatda yuz molotko yordamida tozalab olinadi yoki miselarkada va undan keyin umyvalka namlantiruvchi kislota bo'lishi kerak emas ichida. Undan keyin toner namlantiruvchi, sivritka и krem. Svirtkangiz tarkibida ham asosan gialuronkali, ya'ni chuqur namlantiruvchi, adinizon gialuronka bo'lgan namlantiruvchi svirtka kerak bo'ladi. Kremingiz ham ikki xil bo'ladi. Birinchisi namlantiruvchi bo'lsa, kechki esa oziqlantiruvchi krem maslahat beriladi. Peptidli, kollagenli. Ana o'shanda sizda chuqur namlanish va qarish kechikadi. Bilamizki, quruq yuzlarga tez ajin tushadi. Shuning uchun ham birinchi navbatda ularni uxudlari обязательно tekshiriladi va ularga to'g'ri keladigan namlantiruvchi tarkibda ishlatiladi. Demak, birinchi navbatda umyvalka, toner, svirtka, krem ishlatadi va ko'z kremi. Va har 3 oyda bioampulla ishlatadi. Ertalab quruq yuzlar umyvalkada yuvish shart emas. Faqat suvda, muzdek suvda yuviladi. Toner, svirtka kremini suradi va SPF suradi. Albatta quyoshdan himoyalash juda ham muhim. SPF bizni dog' tushdan emas, balki qarishdan ham saqlab turadi. Chunki quyoshning ultraviolet nurlaridan himoya qiladi. Va SPF dan keyin BB kremlar maslahat beraman. Tonalkalar ishlatish mumkin, lekin kunlikka tonalka maslahat bermayman. Pudra maslahat bermayman quruq yuzga. Pudra bilan ayniqsa tonalka yuzda ajin tushishini ko'paytirib yuboradi va yuzni yanada quruqlashtirishga sababchi bo'ladi. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun umuman pudrani quruq yuzga maslahat bermayman. Iloji bo'lsa BB krem ishlatsin. BB kremlar albatta ularning tarkibida SPF bo'ladi, namlantiruvchisi bo'ladi, ozgina toni bo'ladi. To'g'ri yuzingizni 100% yopa olmasa-da, yuzingiz teri nafas oladi. Buni hisobiga sizda ajinlar tushmaydi. Sinmaydi ajinlaringiz.